Men yana keldim-da. Xotin, sen bunaqa kayfiyatda kelmada, sen shunaqa kelsang, doim bir problema bo'lgan. Dadasi, motivatsiyani itini topib keldim sizga. Yo, onasini yemsin. Hozir itni motivatsiyani itini eshitaman. Bu baxt. Короче, hayotdagi hamma muammolaringizni bittada unutishni xohlaysizmi? Cho'tta bunisi boshqacha-ku. Конечно, xotin. Buning uchun har kuni 5 litr suv ichishingiz kerak bo'ladi. Problema bilan suv nima aloqasi borligini tushunmadim-u. Amal davom etchi, keyinchi. 5 litr suv ichgandan keyin nima bo'lishini bilasizmi? Kuni bo'yi tualetga qatnaysiz. Muammolarni o'ylashga vaqt bo'lmaydi. Ularni unutasiz. O'ylab topgan motivatsiyangga sani. Sezyapsanmi? Oxirgi payt bergan hamma motivatsiyang tualet bilan bog'liq. Bu nimasi yomon? Zato muammolarni unutasiz. Xotin, mana shu motivatsiyalaringdan tualetni olib tashlasang, seni jon qulog'im bilan eshitaman. Hatto nimadir yomon sasiyapti. Bo'pti. Unda bunisini eshiting. Bunisi boshqacha. Vo? Tualetsiz motivatsiya zo'rda. Qani? Короче, bu motivatsiyani olganingizdan keyin muammolar ildizi bilan unutiladi. Xo'sh, qanday ekan u? Xullas, ertalabdan bo'kib olma yeysiz. Ustidan 1 litr sut ichasiz. Xotin, bu motivatsiyaning o'ziga motivatsiya kerak-ku. Qani bu muammoni unutish? Sut ichib bo'lganingizdan keyin yarim soatdan keyin siz tualetdan chiqa olmay qolasiz. U yerda yashaysiz. Tualet qiroliga aylanasiz. Xotin, sezyapsanmi? Tualet seni hayotiy mazmuniga aylanib qolibdi. Zato muammolarni unutasiz. Yengil bo'lasiz. Nima, senga tualet shunchalik baxt keltiradimi? Nima u? Hamma motivatsiyangda tualet bor. Ha, men tualetni yaxshi ko'raman. Tualet menga yoqadi. Usiz hayotimni tasavvur qila olmayman. Tualet. Tualet qayerdasan? Qayerdasan tualet? Yo, onasini emsin. Sen mabodo tualetda tug'ilmaganmisan?